erkak kishi uchun eng muhim xonani jihozlari mana aynan shu joyda joylashgan. Xolaganingiz bor, isitkichi bilan ham bor, suv chiqaradigan ham bor. Bilasiz. Asosan eng ko'p yashaydigan joyingiz hojatxona-ku menimcha. Hamma erkak kishida shunaqa, mana lo'rlari bor. Videoni ayollar ko'rayotgan bo'lsa, erlaringizga jo'natib qo'ying. Xitoyda serob bu narsalar har xildan bor. Biznesmen akalarimiz bo'lsa agar kommentariyada plus qoldiring, bolalar aloqaga chiqishadi. Opamiz nagli sotmayman deyapti. Men shu narsani farzandim uchun hozir bir dona olmoqchi edim uyga. Bitta yo'q, sotmayman deyaptilar. Mana shunaqasini ko'rganmizlar. Mana savdo qilaman, pulni beraman ortig'i bilan. Yo'q, baribir sotmaydilar. Mana bu do'konlari. Bu yoqda asosan optim. Nimani olib kirsinlar? Mana shunaqa narsalarni olib kirishsin, olaylik. Mamla donaga bermayapti. Bermayapti donaga hozir. Biz sizlarga do'konlarni ko'rsatyapmiz, lekin o'zimiz hech baloga ola olmaymiz. Donaga berishmaydi xullas. Ketdik aka, nima ham qilardik? Thank you. Peshonamiz sho'r ekan. Peshonamiz salgina sho'r ekan. Hay, bo'p turardi. 220 ming so'm bizning pulimizda. Men bu hammasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta narsa 220 ming so'm. Optovoy do'kondamiz. Bu yerda faqat shunaqa narsalar sotilar ekan. Narxi shu. Donaga sotilmaydi. Katta ob'yomda olsanglar, yana ham arzonroq qilib beradilar. Boyagi narsa 220 ming so'm ekan. O'zbekistonda qancha sotiladi o'sha narsa? 6 tasi birda. Opamiz mana tenis uchun raketkalarni tikyaptilar. Qiziq ekan, ha? Buni qarang. Bitta mana shunaqa qilib o'tkazyaptilar. Bular charchamaydi mehnatdan. Narxi ham juda ham arzonda. Shu narsalarni eng qizig'i. Mana do'konlari. Qoyilmisizlar? Zo'r ekan lekin. To'g'risidan tan berdim. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Mana buni qaranglar. Qanaqa narsa ekan bu? Shotchki ham bor onasini hamsi. Shunaqa qilib yurish uchunmi? Lekin bar mohiyati bor-da har bitta narsani. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Aynan nima uchun bu narsani ixtiro qilishgan bular? Nimaga kerakli bo'lsa kerak? Rosa qiziqda menga. Sizga ham qiziq u. Mana shu gulchalar 3 dollar ekan. 3 dollarga mana bu narsani olsanglar bo'ladi. Narxi arzonmi, qimmatmi? Do'konlarni ko'ramiz. Voy. Zo'r, ha? Bu asosan faqat optim sotiladigan joy. Gullarni ko'rib turibsizlar. Biznesmen aka-ukalarimiz bo'lsalar, mana shu joyga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Lekin bizga dona kerak deganlar uchun bular sifatdan ham yaxshiroq bitta do'konni men sizlarga Samarqandda tavsiya qilaman. Razikov degan do'kon bor. Aynan shu sun'iy gullar bilan shug'ullanishadi. Ishoning, ajrata olmaysiz. Sun'iy gul bo'lgani bilan haqiqiyga o'xshaydi. Kirib ko'ring, ishonmasangiz. Agar bu narsalar qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiring. Nexus logistika kompaniyasi sizlarga yordam beradi. Uy remont qilganingizdan keyin mana bunaqa zonalarga yashil zona qo'shgingiz keladi. Mana buni qaranglar-da, sun'iyligi bittada bilinib turibdi. Mana toshni oldida tursa ham, buni oldida tursa ham. Bitta shundoq kiring. Tavsiyamga quloq soling, atmetka qilaman. Mana buni ko'rib turibsiz, Xitoyda biza. Hozir kirasiz, Razikov profiliga kirasiz. Agar haqiqiyga o'xshamasa, nodar aldabsan, yolg'onchi ekansan deb yozavering menga. So'ksangiz ham roziman. Lekin bitta kirib ko'ringda, men bu bilan uni yer osmoncha farqi bor. Hali ham uyingizni 20, 30, 40 ming dollarlarga remont qilib yuribsiz. Uyalinga, buni qarang, men bular hozir juda ham ommalashgan. Ichkarida xilma-xillari bor. Mana ko'rib turibsizlar, nimalar borligini. Menga eng yoqqan tarafi mana shu narsa bo'ldi. Devoringizni prosta sashka qilasiz, silliq bo'ladi. Ustidan mana bu narsani yopishtirib chiqasiz. Malar ham chaqirish shart emas, boshqa ham shart emas. O'zingiz shundoq oila a'zoyingiz bilan birga chiroyli qilib yopishtirib chiqasiz. Ham maroqli bo'ladi, ham qiziqarli bo'ladi. Bitta like bosing, agar yoqqan bo'lsa ushbu mahsulotlarimiz. Bu yoqdan O'zbekistongacha olib borib sotmoqchi bo'lsangiz agar hamkorlik qilamiz, kommentariyada plus qoldiring. Bular nima o'ynayapti? 反正你已经过了，反正你已经过了， Sen ham gapir. 反正你已经过了，是不是？ Voy. 过这， Qani. 再过了筛小筛你。 Hello.
Yolango. Hello. Hello. How are you? How are you? O'ynayapti bular. 是摸一张 Can you。speak English? 拍照。 Gapir. 5 ber. 我在 Em 做，在 молодец. 小产品， O'zbekcha o'rgatyapsizmi? 在产品。 Mana bu senga. Lila. Oh, молодец. Endi o'yinni yutasan. Okay. Bolani yutishga sabab bo'ldik. Men joyni qochib o'tgan ekanman bo'lib. Anton teleminorasini kassasida Mr. Bean o'tiribdi. Qiziq a? Tepaga chiqishni hech pulligini oz ko'rsataman. Xullas qaranglar, bir kishiga tepaga chiqish uchun 308 yuan to'lov qilish kerak. Bu 42-43 dollar atrofida. Guanzhou shahrida joylashgan Xitoydagi ikkinchi o'rinda turadigan telebashinaga kelganmiz. Bu O'zbekiston telebashinasidan 225 metr balandroq. Ya'ni 600 metr balandligi va bu yoqda eng tepa qavatida dunyodagi eng xatarli oynali attraksion bor. O'sha attraksionni ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada plus qoldiringlar. Yo'q, ko'rmayman, bilganingni qil desanglar, minus qoldiringlar. 2010-yil qurilgan ekan. Bilganimni qilaymi yoki ko'rsataymi? O'yin o'lsin, o'yin. Sani dadang shuning uchun tarbiya qilganmi, do'stim? Nimaga buncha o'ynaysan? Qanaqa o'yin bu? Buni qaranglar, metroda umuman indamasdan o'ynab o'tirishim mazami? Qo'yilmisizlar? PUBG'chilarga tashlab qo'yinglar bu videoni. Kap katta bola, kelajak yili shunaqa bo'ladi. Mana bolalari qolib ketdi. Mana chiqib oldi. Hali ham ochdilar. Metroni qaranglar. Voy onasini emsin. Odamni ko'pligini. Biz Xitoyning Guanzhou shahrining metro stansiyasidamiz. Xitoyliklarni farosatiga qoyil qoldik. Sababi metro ichida o'tirg'ichlarda faqat yosh bolalar o'tiradi. Kattalar polda yotadi. Bir xillari tik turishadi. Biroq shunaqa gaplar. Uyg'urlardan hozir mana somsa olyapmiz. Bitta hozir yeb ko'rdim. Ta'mi realniy zo'r ekan. Ishda unaqa yog' bog'lar bilan tashlamaganlar haqiqatan ham mazali ekan. Sizlarni o'qishmayapti, go'shtlar yemang. Shuni ichiga yana bitta soling. Zo'r ekan ta'mi lekin maza qildim. Alloh rozi bo'lsin. O'zbekistonliklarga salom deb qo'ying. Assalomu alaykum. Shunaqa gaplar. Biz Guanzhou shahridamiz. Nima haqida sizlarga yana videolar olaylik, nimalar qiziq kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zimizni qadrdon Uyg'ur akalarimizdan qarang non yopyaptilar. Non nech pullar aka? 3 yuan ikkita non bering menga tak. Keyin men sizga ozroq bo'lsa ham sovg'a olib keldim. Mana buni bitta ichib ko'rib ta'mini aytasiz. Voy! Vorizga shukr. Mana nonlar tayyor bo'ldi. Bismillah. To'g'risini ayting. Zo'r a? Zo'r. Beqamat haqiqatan ham zo'r. Tavsiya qilaman, do'konlarimizdan topasiz. Bilan kallasi zo'r ishlashi mana shundan ham bilinadi, qaranglar. Tonirovka mana bu yoqgacha bokovoy oynalari cho'tki ko'rinishi uchun mana bunaqa qilib qo'yishgan. Ana endi ma'lumot uchun Guanzhou shahri Toshkentdan 22 barobar katta. Bu degani bizda 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatda ichida eng kattasi Toshkent bo'lsa, Toshkentdan bu 22 barobar katta bo'lsa, demak bitta Guanzhou shahri O'zbekistondan katta deyilganmi? Shunaqa qilib tushunadimmi buni? Shuni tushunmadim. Yoki sal bizga hozir aytilayotgan manbalar ko'pirtirib olyaptimi? Yolg'on ishlatyaptimi? Shaharni qaranglar, haybati qanaqa. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Aeroportda samolyotimiz esa uchib ketdi. Bu bizning aybimiz bilan bo'lmadi. China Southern aviakompaniyasining aybi bilan shu holatga tushdik. Bular kompensatsiya sifatida 2 kundan keyin hozir bizga bilet yozib berishdi va 2 kunlik Guanzhou shahrida bizga tekinga mehmonxona berishdi. Mehmonxonagacha hozir transfer mana taksi gaplashyaptilar.
taksi kelib tekinga bizani mehmonxonaga olib boradi, 2 kundan keyin yana aeroportga olib keladi. Xullas, yana 2 kun biz Guanjodamiz. Qanaqa kontentda qiziq bo'lsa, hozir o'zida yozib qoldiring. Har bir ishda hikmat bor deydilar-ku. Mana sizlarga. Mana bu nima uchun deb o'ylaysizlar? Hozir ma'muriyat qilib qo'yamiz. Aeroportdan tashqariga chiqsak, shu narsani ko'rib taksi bizani kutib oladi. Bu taksi aeroport tomonidan mehmonxonagacha tekinga olib boradigan taksi. Mana tashqariga chiqdim. Mana shu narsani hozir ko'rib, meni kutib olishadimi? Ko'ringlar qani. Mana. Okay. Okay. No problem. Okay? Yeah. Mana. Buni bering qo'lingizdagini. Hello. It's free? What, free? No free. No free. Xullas mana bu taksi emas ekan, mana bunaqa mashina ekan. Hozir endi mehmonxonagacha tekinga boramiz. Bu beparosatni qaranglar. Mana bunaqa qilib qo'ysangiz olasizmi aka? Hamma ko'rsin. Xullas room tur qilamiz. Aeroportdan, aviakompaniyadan berilgan nomer. Mana shu tarzda ikkita kravat. Bu yoqda u 10-etajda joylashgan. Sanuzli lekin вообще zo'r ekan. Tushayotganda ko'ryapsizmi? Tarozisi bor, yo'q. Hammom. Xullas, ushbu mehmonxonani 10 ballik shkalada baholasak necha baho qo'yar deylar. Meni bahoyim 6. Sizlarnikichi? Men 8 qo'yaman. Bilasizmi nimaga? Ha. Tarozi bor, seyf ham bor ekanda. Hamma mehmonxonada bor. 6. Sizlar ham yozib qoldiringlar. Yo'q, bular bizdan battar ekan. Birdan turib olishadi. Hayollarida turishmasa agar bular qo'yib yubormaydi samolyot. Turib olish, ketishlari kerak edi. Xullas, siz nima turmadingiz? Yo'q, bular o'zicha samolyot to'xtashda oldin turib oldi bilasizmi. Yo'q, nimaga shunaqa? Bari hamma chiqadi. Men bu yerda o'tirsangiz yaxshiroq emasmi bunday? Oxirida turib yig'ishtirib chiqamiz. To'g'risida. Oxirida turib yig'ishtirib chiqamiz aqadan ham. Yoki bular o'ylashlari bo'yicha menimcha oxirgi turgan samolyotni yig'ishtirib ketadi deb o'ylaydilar. Ana sababi nimada?